Er xotin bir-birini yaxshi ko'rib, romantiklik, chiroyli yashab yursa, ha desa, o'g'lim yo ukam yo akam xotinni chotiga kirib ketgan. Voy, ahmaq, nima qilsin u? Xotinni urib, zulm qilib, ko'chadagi bitta manjalaqa bilan o'ynasinmi? Shuning uchun qaynatalar, uylagan o'g'limizni xotini bilan qanaqadir jicha bir bemalol gaplashadigan, kulishadigan sharoit qilib berishga harakatni qiling. Nimaga bolalarimiz tug'ilgandan keyin osmukol bilan tug'ilyapti qorinda? Sabab o'sha er xotin bemalol er xotin bo'lmagan, qo'qib er xotin bo'lgan. Jon ovozi eshitilmasin, paqirda ovozi eshitilmasin. Shu bilan er xotin bo'lgan. Shuning uchun bolasi ham kasal va nogiron, aka ovqatni yedirmaydi o'sha qaynatalar, ajdaholar. Olti kallali. Keliniga birortasini o'g'li hozir biror narsa olib kirib ketayotgan bilib qolsinda, bo'ldi tamom, voydod, davleniya, o'lyapman, qolyapman, o'g'lim meni kechib tashadi. U kechgan yo'q, hurmatli ona, u kechgan yo'q u. Sizni xizmatingizni qilayotgan keliningizni bu degani xotinini yaxshi ko'ryapti u. Ko'chadagi bitta fohishaga olib bormayapti o'sha xarajatni. Siz shikalat yeb, davleningiz chiqib o'lib qolsangiz, endi xotini shikalat yegisi kelib nima qiladi endi? Sizni hurmatingizni qilib bekitib olib kirib ketadi endi u.